Bugun meni sразу ikkita мероприятиеga chaqirishdi. Dolce Gabbana'ning yangi Spring Summer kolleksiyasini pokaziga va Novikovdan yangi Maroon degan restoranni ochilishiga va dress code esa Etno Madera. Va bu degani etnicheskiy elementlar повседневный obrazlarda современный interpretatsiyada uyg'unlashtirilgan stil. Va bugun aynan shu kolleksiyamdan noodatiy ko'ylagimni tanlagim keldi. Chunki restoranni ochilishidan keyin pokazga boraman. Shu ko'ylakni diplomni ishimga tikkan edim. Bizning milliy atlas matoyimizdan. Ko'ylakning etagi esa shunaqa noodatiy tesma bilan va kistilar bilan bezatilgan va aynan shunaqa noodatiy перевернутый пелушкаga o'xshagan shaklida va shunaqa formada chiqazish uchun ichidan полностью reglenlar bilan va жесткий setka karkasdan qurilgan va hammasi полностью tesma bilan обработка qilinib yopilgan. Также ustimga xuddi shu matodan shunaqa kiyib tikib olgan edim, lekin obrazimni tesmalari har xil bo'lgani uchun bir-biriga yarashmagandek va bachkanali menga tuyuldi. Lekin keyingi safar Visa Fashion Week'ga shu kiyimni stilizatsiya qilib obraz yaratamiz. Va также shu setchitli perchatkani o'rniga toshli perchatkani kiyib oldim. Oyog'imga ham zolotoy bosonojkani o'rniga bordoviy toshli sumkami va unga mos tufligimni kiyib oldim. Va ha shu ko'ylakda bemalol o'tirsanglar va harakat qilsanglar bo'ladi. Formasi buzilmaydi va noqulay ham bo'lmaydi. Ichidan esa shortilari ham bor. Bo'ynimga ham choker qo'shmoqchidim, lekin menga lishnidek tuyuldi. Поэтому bu bizning final obrazimiz. Sizlargacha yoqdimi? Shu obrazni xarid qilmoqchi bo'lsangiz Cherry MX brendga murojaat qilinglar.